Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim hayotiy masala haqida gaplashamiz. Bu mavzu har bir nafaqaxo'rni, ularning yaqinlarini, oila a'zolarini bevosita qiziqtiradi. Gap shundaki, ko'pchilik pensionerlarimiz hozirda bir savol bilan yashamoqda. Ertaga meni komissiyaga chaqirishadimi? Bu qo'rquv, bu xavotir qanchalik asosli? Kimlarni haqiqatan ham komissiyaga chaqirishlari mumkin? Bugun mana shu savollarga juda batafsil javob beraman. Bu ma'lumot sizning nafaqangizni, tinchligingizni saqlab qolishingiz uchun nihoyatda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki unda siz kutmagan, lekin bilishingiz shart bo'lgan juda ko'p nozik jihatlar mavjud. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo bu muammoning ildiziga bir nazar tashlaylik. Oldinlari, ya'ni bir necha yil avval nogironlik nafaqasini tayinlash yoki ijtimoiy imtiyozlarni olish jarayoni biroz boshqacharoq edi. Ko'pchilik hollarda nogironlik guruhi, ayniqsa keksa yoshdagilar uchun uzoq muddatga, ba'zan umrbod tayinlanar edi. Masalan, bitta fuqaro nogironlik guruhini olsa, uning qayta ko'rikdan o'tish muddati ancha uzoq bo'lardi. Ayrim kasalliklar bo'yicha esa umuman talab qilinmas edi. Ijtimoiy nafaqalar ham asosan arizachi taqdim etgan hujjatlar asosida berilar. Ularning turmush sharoitlari va moliyaviy ahvoli kamdan kam hollarda chuqur tekshirilardi. Ko'pincha yordam kerak degan murojaatga ma'lum bir hujjatlar paketi bilan avtomatik tarzda ijobiy javob berilar edi. Bu albatta odamlarga ishonch bergan, ammo tizimda ba'zi bo'shliqlarni ham yuzaga keltirgan. Ammo azizlar, vaqt o'zgardi. Bugungi kunda davlatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal olib borilmoqda. Barcha ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan integratsiya qilinmoqda. Ya'ni sizning mol-mulkingiz, daromadingiz, tibbiy tarixingiz haqidagi ma'lumotlar turli idoralar o'rtasida avtomatik almashinadi. Bunday sharoitda nafaqaxo'rlar va ijtimoiy yordam oluvchilarning ahvoli muntazam ravishda, avvalgidan ko'ra chuqurroq va muntazam ravishda tekshirilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari quyidagilar. Birinchidan, adolatni ta'minlash. Davlat barcha mablag'lar adolatli taqsimlanishini istaydi. Ya'ni haqiqatan ham muhtoj bo'lganlar yordam olsin, suiiste'molchiliklarning oldi olinsin. Ikkinchidan, byudjet intizomi va mablag'lardan samarali foydalanish. Davlat mablag'lari samarali va maqsadli ishlatilishi lozim. Uchinchidan, firibgarlikka qarshi kurash. Ba'zi shaxslar afsuski mavjud bo'lmagan nogironlikni rasmiylashtirish yoki o'z moliyaviy ahvolini yashirish orqali noqonuniy nafaqa olishga urinishlari mumkin. To'rtinchidan, tibbiyotdagi yangiliklar. Tibbiyot ilmi bir joyda turmaydi. Ba'zi kasalliklar ilgari davolab bo'lmas hisoblangan bo'lsa, hozirda samarali davolash usullari paydo bo'ldi. Bu esa ba'zi nogironlik guruhlarini qayta ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin. Shunday qilib, tizim avvalgidan ancha shaffof va qattiq nazoratga olindi. Bu degani, siz nafaqa olish huquqiga ega ekanligingizni muntazam ravishda isbotlab turishingiz kerak bo'lishi mumkin. Endi esa kimlarni komissiyaga chaqirishlari mumkinligi haqida batafsilroq gaplashaylik. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi? Keling, eng asosiy savolga o'tamiz. Kimlarni ertaga yoki yaqin kunlarda komissiyaga chaqirishlari mumkin? Bu yerda biz ikki asosiy turdagi komissiyani farqlaymiz. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi T va ijtimoiy nafaqalar bo'yicha tekshiruvlar. TMEKga chaqirilishi mumkin bo'lgan pensionerlar, birinchi navbatda nogironlik guruhi muddati yaqinlashayotgan yoki yaqin orada tugayotgan shaxslar. Agar sizning nogironlik guvohnomangizda qayta ko'rik muddati ko'rsatilgan bo'lsa va bu muddat yaqinlashib qolgan bo'lsa, sizni albatta chaqirishadi. Hatto muddat tugashiga 2-3 oy qolganda ham ogohlantirish kelishi mumkin. Ikkinchi va uchinchi guruh nogironligiga ega bo'lganlar, ayniqsa ularning kasallik holatlari zamonaviy tibbiyot yordamida tiklanishi mumkin yoki yaxshilanishga moyil deb hisoblansa. Masalan, yurak xastaliklari, qandli diabet, tayanch harakat tizimi kasalliklari bilan o'rigan shaxslar. Agar ularda yangi davolash usullari qo'llangan bo'lsa va ularning salomatligida ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa, TMEK bu holatni qayta baholashi mumkin. Real hayotdan misollar. Misol edi, Zulayho buvi 52 yoshda. U 10 yildan beri yurak kasalligi sababli 2 guruh nogironligida. Uning guvohnomasida qayta ko'rik muddati bor edi, lekin unga e'tibor bermadi. Yaqinda qizining uyiga ko'chib o'tgandi. U yerda doimiy ro'yxatdan o'tmagan. Bir kuni mahalladan kelib uning holatini so'rashdi va keyinroq TMEKga chaqirishdi. Ma'lum bo'lishicha,
uning tibbiy kartochkasida so'nggi 5 yilda faqat bir marta poliklinikaga borgani qayd etilgan. Bu esa uning holati barqarorlashgan deb taxmin qilishga asos bo'lgan. Agar Zulayho bu muntazam shifokor nazoratda bo'lmagani, kasallik tarixi yangilanmagani sababli uning holati to'g'ri baholanmasa, u nogironlik guruhini yo'qotishi mumkin. Misoliki, Akmal aka 65 yoshda. U surunkali bel og'rig'i tufayli uch guruh nogironligiga ega. Lekin Akmal aka sog'lig'i yaxshilanganini hisoblab, qo'shni fermer xo'jaligida norasmiy ravishda yengil ishlarda ishlay boshladi. Bir kuni uning faoliyati haqida ijtimoiy xodimga ma'lumot yetib bordi. Natijada u tamakka chaqirildi. Komissiya uning jismoniy faoliyatini inobatga olib, uning mehnat qobiliyati darajasini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Agar uning holati haqiqatan ham yaxshilangan bo'lsa, uning nogironlik guruhi olib tashlanishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Misol 3. Dilbar opa 68 yoshda. U 5 yil avval 2 guruh nogironligini olgan. Lekin o'sha paytda hujjatlarni yig'ishda ba'zi kamchiliklar bo'lgan, masalan, ba'zi tahlil natijalari eski yoki to'liq bo'lmagan. Hozirgi kunda hujjatlarga bo'lgan talablar kuchayganligi sababli uning ishi qayta ko'rib chiqilishi uchun chaqirilishi mumkin. Agar uning dastlabki hujjatlaridagi xatolar bartaraf etilmasa, bu uning nafaqasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, rasmiyatchiliklarga rioya qilmay eski, unchalik qat'iy bo'lmagan qoidalar asosida nogironlik maqomini olganlar ham TMKga chaqirilishi mumkin. Davlat tizimidagi qalbaki nogironlik holatlarini aniqlashga intiladi. 2. Ijtimoiy nafaqalar bo'yicha tekshiruvga chaqirilishi mumkin bo'lgan pensionerlar. Bu toifa asosan kam ta'minlanganlik yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlar bo'yicha nafaqa oladigan keksa yoshli fuqarolarni o'z ichiga oladi. Moddiy ahvoli to'g'risidagi ma'lumotlar turmush tarziga mos kelmaydigan shaxslar. Masalan, kambag'al deb ariza berib nafaqa oluvchi, lekin katta hashamatli uyda yashovchi yoki qimmatbaho mashinada yuradigan pensionerlar. Hozirda davlatning barcha idoralari ma'lumotlar bazasi birlashganligi sababli bunday nomuvofiqliklar tezda aniqlanadi. Mol-mulk yoki daromad manbalari o'zgarganlar. Agar siz nafaqa olayotganingizdan keyin biror mulk sotib olgan bo'lsangiz, meros olgan bo'lsangiz yoki norasmiy daromad manbaiga ega bo'lsangiz, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Real hayotdan misollar. Misol 4 yolg'iz kam ta'minlangan deb nafaqa oluvchi Nargiza buvi 7 yoshda. Lekin u ro'yxatda bo'lgan manzilda yuqori daromadli, ishlayotgan bolalari ham ro'yxatda turadi. Davlat tizimi bunday oilalarning jami daromadini hisobga olgan holda nafaqa berish asoslarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Chunki amalda bu oila kam ta'minlangan hisoblanmaydi. Misol 5. Uy-joy subsidiya oluvchi Murod aka 67 yoshda. Uning nomida esa 2 ta kvartira va bir nechta yer maydoni mavjudligi aniqlandi. Bunday holatda Murod aka subsidiya olish huquqini yo'qotishi va hatto avval olgan mablag'larni qaytarishi talab qilinishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Birinchi guruh nogironligiga ega bo'lganlar yoki kasalligi og'ir va qaytarilmas ekanligi aniq bo'lganlar, masalan, amputatsiya, ko'zi ojizlikning og'ir shakllari, jiddiy asab kasalliklari. Ularning qayta ko'rikdan o'tishlari kamdan kam hollarda talab qilinadi. Chunki ularning holati doimiy va o'zgaruvchan emas. O'zining sog'lig'i va ijtimoiy ahvoliga mos keladigan barcha hujjatlari tartibda bo'lganlar. Agar siz muntazam shifokorga ko'rinib, kasallik tarixingizni yangilab borsangiz, moliyaviy ahvolingiz haqidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, xavotirlanishga hojat yo'q. Oddiy yoshga doir nafaqa oluvchilar. Agar ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq muammolar yoki firibgarlik shubhalari bo'lmasa, ushbu toifa fuqarolar uchun odatda qo'shimcha komissiyalar talab qilinmaydi. Istisnolar. Tuzoqlar va ko'zdan panoh bo'lgan nozik jihatlar, bu borada bir nechta muhim istisno va nozik jihatlarni ham bilishingiz kerak. Ular sizning vaziyatingizga ta'sir qilishi mumkin. Kutilmagan tekshiruvlar. Ba'zan komissiyaga chaqirish muddati tugashi bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Masalan, mahalladagi qo'shnilar, ijtimoiy xodimlar yoki hatto anonim xabarlar orqali sizning turmush tarzingiz yoki sog'lig'ingiz haqida shubhalar paydo bo'lsa, sizni kutilmaganda komissiyaga chaqirishlari mumkin. Bu ayniqsa ijtimoiy nafaqalar oluvchilar uchun muhim. Agar sizning ijtimoiy ahvolingiz ko'pchilikka noma'lum sabablarga ko'ra yaxshilangan bo'lsa, bu boshqalarning e'tiborini tortishi mumkin. Qonunchilikdagi ko'rinmas o'zgarishlar. Ba'zan qonunlar bevosita o'zgarmaydi, ammo ichki idoraviy ko'rsatmalar, baholash metodologiyalari yoki tibbiy ekspertiza standartlari yangilanishi mumkin.
Bu esa avvalgi qarorlar bilan solishtirganda komissiya xulosalarida farqlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Masalan, ilgari 2 guruh bo'lgan kasallik yangi standartlar bo'yicha 3 guruh deb baholanishi mumkin. Siz bularni muntazam kuzatib borishingiz kerak. Ruhiy bosim, komissiya jarayonining o'zi ko'pchilik uchun stressli bo'lishi mumkin. Ayniqsa keksa yoshdagi odamlar uchun bu juda og'ir kechadi. Meni nafaqamdan mahrum qilisharmikan degan qo'rquv ularni ruhiy jihatdan qiynashi mumkin. Bunday hollarda oila a'zolarining qo'llab-quvvatlashi va tayyorlik juda muhim. Apellyatsiya huquqi. Agar komissiya qarori bilan rozi bo'lmasangiz, sizda apellyatsiya berish, ya'ni yuqori turuvchi organga shikoyat qilish huquqi bor. Bu juda muhim huquq. Agar sizning holatingiz haqiqatan ham nafaqa olishga loyiq bo'lsa, lekin komissiya noto'g'ri qaror qabul qilsa, siz bu qarorni bekor qildirishingiz mumkin. Bu jarayon haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lish sizni ortiqcha tashvishdan xalos qiladi. Oilaning roli. Ko'pincha oila a'zolari bilmasdan komissiya qaroriga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni berishlari mumkin. Masalan, TMK a'zolari bemorning yaqinlaridan uning kundalik faoliyati haqida so'rashganda, agar ular bobomiz ancha yaxshi hovlida ishlaydilar desa, bu salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun komissiyaga borganda oila a'zolari ham to'g'ri ma'lumot berishga tayyor bo'lishlari kerak. Mintaqaviy farqlar. Ba'zi hududlarda yoki tumanlarda komissiyalar boshqalariga nisbatan qattiqroq bo'lishi yoki qayta ko'rikdan o'tish uchun yuqori kvotalar belgilangan bo'lishi mumkin. Bu odatda hududning demografik, iqtisodiy yoki tibbiy statistikasi bilan bog'liq bo'ladi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Agar siz ushbu vaziyatlardan biriga tushib qolish ehtimolingiz bor deb hisoblasangiz yoki shunchaki xotirjam bo'lishni istasangiz, men sizga bir nechta amaliy maslahatlar beraman. 1. Muntazam ma'lumot oling. Davlat pensiya jamg'armasi mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlarining rasmiy veb-saytlarini muntazam kuzatib boring. E'lonlar doskasini tekshiring, yangiliklar bilan tanishing. O'zgarishlar haqida birinchilardan bo'lib bilishga harakat qiling. 2. Hujjatlaringizni tartibga soling. Barcha tibbiy hujjatlaringizni, kasallik tarixi, tahlil natijalari, shifoxonadan chiqarish epikrizlari, mutaxassis shifokorlar xulosalari, pensiya guvohnomangizni, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni, mulk hujjatlarini va daromadlar haqidagi ma'lumotnomalarni bir joyda saqlang. Ularni doimiy ravishda yangilab boring. 3. Tibbiy yozuvlarni yangilang. Doimiy ravishda oilaviy shifokoringizga murojaat qiling va o'zingizning tibbiy kartochkangizga kasallik tarixingizni muntazam yozib borilishini ta'minlang. Har qanday kasallikning o'zgarishi, yangi shikoyatlar, olingan davolar barchasi qayd etilgan bo'lishi shart. Yangi va batafsil tibbiy hisobot TMK uchun juda muhimdir. TMKga tayyorlaning. Agar sizni komissiyaga chaqirishsa, nima uchun chaqirilganingizni aniq bilib oling. Barcha so'nggi tahlil natijalarini, kasalxonadan chiqarish varaqalarini, mutaxassis shifokorlarning konsultatsiya xulosalarini o'zingiz bilan olib boring. Komissiya oldida halol bo'ling. Lekin kasalligingiz tufayli yuzaga kelgan cheklovlarni, kundalik hayotdagi qiyinchiliklarni aniq va to'g'ri tushuntirib bering. Hech qachon o'zingizni sog'lomdan ko'rsatishga urinmang, agar unday bo'lmasa. 5. Ijtimoiy nafaqalar uchun. Agar siz ijtimoiy nafaqa olsangiz, o'zingizning deklaratsiyalaringizning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar moliyaviy ahvolingiz yaxshilangan yoki yomonlashgan bo'lsa, bu haqda o'z vaqtida tegishli idoralarga xabar bering. Noqonuniy nafaqa olganlik uchun javobgarlik mavjud. 6. Huquqiy maslahat oling. Agar shubhangiz bo'lsa yoki komissiyaning adolatsiz qarori bilan yuzlashsangiz, ijtimoiy qonunchilikka ixtisoslashgan yurist bilan maslahatlashing. Ko'pgina hollarda kichik bir maslahat katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. 7. Vahimaga tushmang. Ko'pgina chaqiruvlar odatiy jarayon bo'lib, hujjatlarni tartibga solish yoki ma'lumotlarni aniqlash uchun amalga oshiriladi. Tayyor bo'lish bu kalit. O'zingizni xotirjam tuting. Qayerga borish kerak? Agar sizni TMKga chaqirishsa, bu odatda tibbiyot muassasasi qo'shidagi tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga bo'ladi. U yerga borishdan oldin mahalliy poliklinikangizdan so'nggi tibbiy ma'lumotnomalarni olishingiz kerak. Agar ijtimoiy nafaqalar bo'yicha savollar tug'ilsa, mahalliy aholini ijtimoiy himoya qilish bo'limiga murojaat qiling. Nogironlik nafaqasi bo'yicha savollar pensiya jamg'armasiga tegishli. Nima yozish kerak? Agar siz komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi TMKga yoki sudga apellyatsiya arizasi yozishingiz mumkin.
arizada qarorning noto'g'ri ekanligini asoslovchi dalillaringizni, mavjud tibbiy hujjatlaringizni va boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlarni batafsil bayon etishingiz lozim. Agar biron bir holat bo'yicha tushuntirish talab qilinsa, tegishli idoraga rasmiy so'rov xati yozishingiz mumkin. Bu har doim rasmiy javob olishga yordam beradi. Xulosa aziz do'stlar, bugungi videoda aytmoqchi bo'lgan asosiy g'oyam shuki, tayyor bo'lish bu eng muhimi. Davlat tizimidagi o'zgarishlar sizning haqqingizga daxl qilmasligi uchun faol bo'ling. Har qanday xabarnomani e'tiborsiz qoldirmang, hujjatlaringizni doimo tartibda saqlang va sog'lig'ingiz haqidagi ma'lumotlarni muntazam yangilab boring. Bu sizning tinchligingiz va moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha yana qaysi masalalarda ko'proq ma'lumot berishim kerak? Ushbu videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.